bugungi darsimiz, ya'ni laboratoriya ishi edi. Amaliyotda o'quvchilar simulyator, ya'ni paket tracerda bajargan vazifalarni aynan real qurilmalarda qo'llab ko'rish kerak edi. Birga bir sozlashdi, lekin quyidagicha muammolarga duch kelishdi. Ularga hozir ta'rif berib o'tishadi. Ya'ni muammoimiz bitta patsitdan ikkinchi patsitga ping ketmagani va telnet bilan ulanmagani va shu sababli biza muammo firewallda deb o'ylab firewallni o'chirdik, keyin telnet sozlamalarini qayta qilib ko'rishga harakat qildik, lekin aslida muammo RJ45 kabelida bo'ladi. Ya'ni avjim yaxshi qilinmagan edi. Buni tekshirib qaytadan ulaganimizda hammasi joyiga tushdi. Bundan tashqari biz patsiyetda ikki xil pingni almashtirib qo'ygandik. Asosan biz hozir nimaga o'rganamiz? Shu interfeysga